Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: bandaning birodari uchun qilgan duosi qabul bo'ladi. Uning boshida farishta turib, amin, senga ham shunday bo'lsin deydi. Allohim, bir sinfda o'tirib, bir orzu bilan ulg'aygan sinfdoshlarimizni o'zingning rahmatingga topshiraman. Ularning hayot daftariga halollik, sabr va shukr bilan yozilgan sahifalar nasib et. Qadamlarini adashishdan, qalblarini qorayishdan asra. Allohim, ularning har biriga sinov kelganda sabr, ne'mat kelganda shukr, yo'qotganda rizo, topganda baraka ber. Ko'ngillariga taskin, yo'llariga nur, ishlariga ixlos ato et. Bizni yillar ajratsa ham qalblarimizni ajratma. O'tmishdagi xatolarimizni bir-birimizga qarshi hujjat qilma, balki kechirimga sabab qil. Bizni bir-birimiz uchun og'irlik emas, yengillik qil. Allohim, sinfdoshlarimizni dunyo havasiga qul bo'lmaydigan, oxiratni unutmaydigan, har qadamida senga suyanadigan bandalaringdan qil. Bizni bu dunyoda pok do'stlik bilan, oxiratda jannat soyasida yana jam qil. Duolarimizni qabul qil, gunohlarimizni mag'firat et. Amin ya robbal alamin.